Bugun kira o'xshamadi xotin, pulim yo'q. Qaynotachimi? Xotin? Dadam mazasi yo'q deyotdingmi? Ha, doktorga ketdimi? Ha, doktorda ham cho'tkisiga boribdi-da. Bo'ldi. Kecha davlin ham ko'tarilib ketdi deb inqillab yotdi. Ko'p limon choy ichib yordimi deyman? Qoni suyulib ketibdi-yu. Shuni olib bering. Sal sog'lig'i yaxshilashsa, dumini likillatishni boshlaydi. Bo'ldi, olamiz. Bu qizda ham ko'zi ko'r ekanda. Lekin bu kishini ham ko'zni ko'r qiladigan puli bor-da. Lekin men bu xaladeniga ham zo'r ekan. Assalomu alaykum. Xaladeniga ochib qizim uydan chiqib qoldimmi? Ey kuyov, noto'g'ri tushunmang. Yo'q, nimaga noto'g'ri tushunaman? Ishonch savdo markazidan 8-chi, 9-chi, 10-chi may kunlariga nafaqaxo'rlarga maxsus taklif bo'lyapti ekan. Yomon ham nafaqaxo'rsizda. Bu qiz iltimos qildi, siz nafaqaxo'rsiz. Qarashib oring dedi. Har bir 3 millionlik xaridga bitta sovuq qo'shib berar ekan. Nech pullik mahsulot oldingiz? 9 million cho'p qoldi. 9 million? 3 ta sovg'a menga ekanda bo'lmasa-mi? Sizniki. Ha? Yomon emas. Jon, qayerda qolib ketdingiz? Faqat o'rtamizda qolsin-a. U jon deyishiga ham yo'q deyolmagansiz. Endi bilasiz, yo'q deyolmayman endi. Iltimos qildi. Davleningiz ko'tarilib ketmasin. Enam doringizni ichib oling. Ichib olganman uni. Shu bilan qutuldim deb o'ylayapti-da. Hali ko'p sog'aman.